Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Bugungi videomiz orqali sizlarga ekilgan ko'chatlarimiz to'g'risida ma'lumotlar berib o'taman. Mana bu 2 yillik Pixta Nordmana ko'chatlari. Bu boshqa nom bilan ham ataladi. Pixta Kavkazskiy Nordmana deyiladi. Bu 2 yoshlik ko'chatlarimiz. Mana biz bu ko'chatlarni ekishda Bo'stonliqda Sijay qishlog'ini klimatini tanladik. Sababi bu yerda ko'chatlar bexato va urug'i sifatli holda o'nib chiqadi. Shuning uchun hamkorimiz bilan ko'plab turlar yetishtirish bo'yicha ishlarimizni olib boryapmiz. Bu yilgi mavsum uchun yana bir qancha archa urug'larini ekish rejalashtirilgan. Agar sizlar shu turlarga qiziqadigan bo'lsalaring, biz bilan hamkorlik qilinglar. Biz har doim sifatli holda ko'chatlarni viloyatlar bo'ylab yetkazib beramiz.